Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir ko'rishdik. YouTube'ga anchadan beri shu 1,5 oy, 2 oy bo'lib qoldi. Har safar harakat qilaman YouTube'ga ko'proq video joylashga. Lekin bugun bu safar uzoq, qimmatli ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Shuning uchun like, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Yaxshilab joylashib olinglar. Shu energiya tejamkor yozda salqin, qishda issiq uylarimizni obzor qilib, sizlar bilan uzoqroq suhbatlashamiz. Shuning uchun yaxshilab joylashib olinglar. Xo'p, bu uyimizni Andijonning Xo'jabotirda joylashgan. Ish kunida 22 kun ish kunida yo'q uyni mana shu holatga keltirib topshirganmiz. Akamiz Yevropadan turib zakaz qilgan. Отпускаga kelgan. Kelib bir hafta dam olib turib, bir hafta переговор olib bordik, gaplashib 17-aprelda ketish kerak edi, qaytib Berlinga, Germaniyaga. Biz 14-aprelda topshirdik tomini yopib. Ish kunimiz 22 kun bo'libdi, lekin 25 kundan topshirdik. Fundament, devor, tomini shu holatda полностью material xizmat ichida 18.800 dollarga Andijonda mana shu uyni qurib berdik. Bu uyni afzallik taraflari aytib o'tganimdek, yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Buni video davomida sekin-sekin yoritib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, o'zi asli hozirgi biz qurayotgan uylarimizni 1 kvadrat metri 165 dollar. Oddiy qurilishdan 15 dollar, 20 dollar farq qiladi. Sababini buni o'zingizlar juda ham yaxshi tushunsanglar kerak. Kimda kim oddiy qurilish xohlasa, shunaqa bir etajli uylarni 140 dollardan 150 dollargacha qurib beramiz. U ham uchastkangiz past balandligiga qarab turib yana o'ynashi mumkin. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Endi biz energiya tejamkor uylarimiz 165 dollardan boshlanadi. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Misol uchun oddiy qurilishda 140 dan 150 dollargacha pitaniyasi hammasi mana shu korobka holatda qurib bersak, biz energiya tejamkor uylarimizda 165 dollardan ustalarning pitaniyasi kirmaydi. Endi Andijon sharoitiga qisman yo'lida bor. Yo'li bor, sababi ustalar yotib ishlamaydi. 3 mahal pitaniya qilib berish shart emas. Uni kelishilgan holda yo bo'lsa men ichida qilib beraman, yo bo'lsam kelishilgan holda qilib berishimiz mumkin. Bu faqat Andijon territoriyasiga aytilmoqda. Endi boshqa territoriyalarga transport xarajatlari qo'shilib qolishi mumkin. To'liqroq ma'lumot olish uchun albatta описаниеda telefon nomer, Telegram, WhatsApp, imo hamma nomerlar bor. Kommentariyaga ham Telegram kanalimni silkasini ham qo'yib qo'yaman va Instagramimni silkasini ham qo'yib qo'yaman. Asosan hozir Instagramdamiz. Kunlik videolar qo'yib boraman. Telegram kanal bilan Instagramga o'tib, albatta u yoqqa ham obuna bo'lib qo'yinglar. Doimiy issiq videolar qo'yib boraman. YouTube'ga endi to'g'ri tushunasizlar, vaqt chegaralangan, lekin harakat qilaman ko'proq video qo'yishga. Xo'p. Kommentariyaga albatta savollar bo'lsa yozib ketinglar, javob berishga harakat qilaman. Endi uyimizda tanishtiradigan bo'lsak, 13 metrga 8 metr, 104 kvadratga 5 xonali uyimizni joylashtirganmiz. Funksionali, har taraflama mukammal ishlangan. Xo'p. Mana shu kazirok, rim kolonna hammasi bo'lib, mana shu holatda topshirishimiz 18.800 bo'lgan. Bu aytib o'tib ketganimdek Andijon territoriyasiga. Andijondan chiqsanglar, mana shu holatda uchastkangizni shunday borib qo'ndirib beramiz, olib borib beramiz. Endi qaranglar. Bizning smetada o'zi asli shifer variantda, shuni ham inobatga olib ketasizlar. Bu misol uchun 104 kvadrat. Mana hozir sizlarga chiqarib berishim mumkin. Mana 104 ko'paytirgan 165. 17.160 dollar ekan. Endi nima uchun bu uylarimiz 18.800 chiqqan deganga, bu uyimizni proxnastil qilib berganmiz. Proxnastil. Plus pitaniyasini ham ichida qilib berganmiz. Plus zina, rim kolonna hammasi mana shuni ichida bo'lgan. 18.800 ga juda ham zo'r narx berganmiz. Endi oddiy qurilish qiladigan bo'lsanglar, oddiy qurilishni o'zingizlar tushunsanglar kerak endi. Misol, seysma kolonnalari tashqaridan ko'rinib turadi. Qayerda qursak, ana shu joyni g'ish ishlatiladi. 140 dollardan 150 dollargacha. Misol uchun bu uylarimiz agar oddiy qurilish qiladigan bo'lsa, mana ko'paytiramiz.
150 bo'lsa mana 150 ga ko'paytirgan bo'lsak, $15,600 chiqar ekan. 15,600. Oddiy qurilish bilan buni farqi mana 104 ni ko'paytiramiz, 165 bo'lsa, $17,160. $1,500 $1,700 farq qilar ekan. Oddiy qurilish bilan buni farqi. $1,700 sizlar nima olasizlar? Tashqi fasadda shunday qolsa ham bo'laveradi, suvoq qilmasanglar ham bo'laveradi. I izolyatsiyali uy olasizlar. $1,700 oddiy qurilish ko'pchilik arzon tushadi deb turib, oddiy qurilish qiladi, lekin tashqi fasadni $1,700 ga shu holatda izolyatsiyali qila olmaysizlar. Shuni inobatga qo'yinglar, izolyatsiyali uy zakaz qilsanglar, har taraflama yutasizlar. Fundamentlariga ham tosh tashlanmasdan hammasi zavod beton quyiladi. Qish kunida marka 300, yoz kunida marka 250 bir qavatli uylarga bemalol zakoniy zo'r bo'ladi deb bemalol ayta olaman. Sababi koreys kapalakka ishlatamiz, armaturalar to'qiladi, vibratorlar hammasi solinib, ichidagi tirik havolar ham chiqarib olinadi. Shunaqangi mustahkam zo'r uy bo'ladi. Endi korobka holatiga misol uchun nimalar kiradi? Podключ xizmatimiz ham bor, lekin podключ xizmatimiz $400 dan boshlanadi. So'mga aytadigan emasman, 4,800,000. O'zbekistonda bu narx ham juda ham zo'r narx. Hali hech kim bunaqangi taklif bera olgani yo'q. Imенно bizning soha bo'yicha energiya tejamkor uy podключ shu $400 dan boshlanadi. Kimga to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, aytib o'tib ketgandek, telefon nomerlari bor. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, birato'la oddiy qog'ozga chizib tashlagan proyektlaringizni ham biz sizlarga korobka holatda, podключ desanglar, podключ holatda hisoblab sizlarga tashlab beramiz. Endi bu korobka holatga nimalar kiradi? Podushkaga tayyorgarlik ketiladi. Qo'lda kavlaymiz, yo bo'lmasam ekskavator chaqiramiz. 60 ga 20 podushka quyiladi. Xo'p, albatta 1 mikronlik salafan yozib, podushkaga ham armatura tashlanadi. Undan keyin podushkaning ustiga 60 ga 40 fundament balandligi quyiladi va plus 5 sm dan 7 sm gacha stashga ham chornovoy poli bo'lib ketadi. Chornovoy pol qilishdan oldin, ichini zaspya qilishdan oldin albatta bir sloj gidroizolyatsiya qilamiz. Bitta sanuzel kuxnyalarga kommunikatsiya chiqarib ketamiz. Ko'p joyda shuni ham inobatga olasizlar. Shu kommunikatsiyaga ahamiyat berishmaydi. Bizda shu narsa ichida bo'ladi. Va ichki tashqi devorlar uriladi. Seysma kolonnalar ham quyiladi, faqat tashqi fasaddan sizlarga ko'rinmaydi. Ichida albatta seysma kolonnalar bor. Ichkariga sekin kiramiz va ko'pchilik aytadi, savollar bo'ladi. Mana atsechlar ham qilganmiz. Mana shu joyimizga keyinchalik kelajakda eshik o'rnaydi. Bu eshikni bu yoqdan ham sovuq kirmasligi uchun penoplex ishlatganmiz, atsech qilib. Yana bir savollardan bittasi lomboz bosilmaydimi degan. Biz utepленный versiyada lomboz emas, uteplitelga moslab ketamiz. Balkalarimizni ham shu oralig'ini utepletelga moslab tashlab ketamiz. Misol uchun mana xonaga kirsak, keyinchalik masal uydagilar bizga utepletel zakaz qiladigan bo'lsa, mana shu 104 kvadratli uyimizga bemalol aytishim mumkin. $1,300 dan 1,500 va 1,800 3 xil tarifda bor. Utepletelga ham tarif keltirib beradigan bo'lsa, bunga biz misol uchun usluga qo'ymaymiz. Bu o'zini ustahaqqi tan narxi. Nima uchun? 1,300 dan 1,800 gacha chiqadi. Birinchi pozitsiyada izospan A qotirilib, reyka qilinib, reyka ustidan 15 sm mineralli vata tashlanadi, utepletel. Ustiga izospan A qotirilib, har 1 metrga yog'och qoqib qo'yiladi. Bu birinchi variant. Ikkinchi varianti pastdan protivpojar gipsokarton qotirib beramiz. Uchinchi varianti shu utepletel tepasiga izospan qotirib, har 1 metrga yog'och qoqardik-ku, shuni splashno yog'och qoqib beramiz. Shilipkada. Ustiga chiqib bemalol yursalar bo'ladi, bo'lmasa mana shu uyimizni ham mansarda qilsa bo'ladi, bemalol tomon. To'sinlarimizga hammasiga obreznoy tashlaymiz. 15 ga 5 yuk ko'tarishi ham anchagina baquvvat, toza materiallarda ishlatamiz.
Endi lombozda ham full pozitsiyasi bor. Yana ham zo'r effekt bersin desanglar, misol uchun yog'och qoqib turib, nomiga 100 santimetrdan 5 santimetrgacha loy ham bosib berishimiz mumkin. Bu loy nima vazifasini bajaradi? Bizni kunida issiq juda yuqori, ko'p bo'ladi. Loy bosilsa, yozgi kunida issiqni qaytarishga ishlaydi va izospan A materialimizni himoyalaydi. O'zbekiston sharoitida shaxsan men o'zimni praktikamdan ispitaniya qilib, keyin bu uylarni boshlaganman. Shu shaxs tariqasida men sizlarga bemalol ayta olishim mumkin. Loydaqa issiqni qaytaradigan mahsulot yo'q O'zbekistonda. Lekin qishni kunida uyni issiqligini loy ushlay olmaydi. Endi hozir biz utepletel qilyapmiz. Qishni kunida uyni haroratini, issiqligini ushlab turish uchun bizni utepletel ishlaydi. Yozgi kunida qisman misol tepadan tushayotgan issiqlikni qaytarish uchun bu loy ishlaydi. Lekin loy bossanglar ham bo'ladi, bosmasanglar ham bo'laveradi. Utepletel ham bemalol ishlaydi. O'ylab ko'ringlar, 15 santimetr utepletel bo'ladi. Endi loy bossanglar, jam bossanglar 5 santimetr, 7 santimetr. Ja zo'r bo'lganlar 10 santimetr bosadi, lekin 10 santimetr loy bosish uchun sizlar to'sinni eng baquvvatlaridan tashlashingiz kerak. Sababi 10 santimetr bosadigan bo'lsanglar, aynaqa 100 kvadratdan 150 kvadratlik uylargacha bir havo turpoqni loy qilib turib olib chiqishlar kerak. Endi u degani salkam bir 20 tonna yuk chiqib ketadi degani. Hozir yana xayolimga kelganda aytib ketishni maqsad qo'ydim. Mana shu uyimizni misol uchun ish kuni 22 kun bo'lgani bilan bitta 27-28 kunda topshirdik. Sababi fundamentdan keyin 3 kun 4 kun qisman dam olish bo'ldi. Bunday qilib aytganda juda ham katta rezultat deb bilaman. Mana 27-28 kunda shu holatda 5 xonali uyda topshirishgan. Endi ko'pchilik aytadi, sizlar fundamentdan quyib turib birdaniga qurib olsanglar qanaqa bo'ladi deydi. Hech qanaqangi ta'siri yo'q. Biz qaranglar, podushka, fundament, tepasini ichini to'ldirib, stashga 3 vadnon fundament qo'yamiz. Bir tepadan tushayotgan yukni birinchisi stashga qabul qiladi, stashga lentaga beradi, lenta podushka yerga. I plus taraflardan bittasi biz g'ishtlarimizni polniy shofda qum sementda go'st standartda uriladi. Bu Andijonga ham Toshkentda eng nomerali g'ishtlarni olib kelib uramiz. Sho'rlash darajasi eng past shu g'ishtlarni olamiz, sifati zo'r. Endi o'zimizning vodiy g'ishtlari ko'p sho'rlashi mumkin. Shuni inobatga olib qo'yasizlar. Va o'zimiz Andijonda Xo'jaobodga ham sotgani ham uy quryapmiz. Ularga ham mana shu Toshkent g'ishtlarni olib kelib ishlatyapmiz. Sho'rlamaydigan g'isht yo'q. Hamma zavodlar sho'rlaydi, lekin biz eng sifatli, kamroq sho'rlaydigan zavodlar bilan ishlaymiz. G'ishtni urishadigan o'zingizlar bir ahamiyat berib qo'yasizlar. Juda ko'pchiliklar mana oddiy qurilish qiladi-da, uyim isimayapti deydi. Yo'qsa yozda o'ta issiq bo'lib ketadi. Buni sababi ko'pchilik shundoq g'ishtlarimizni terib o'tib ketadi. Tashqaridan shunday ichkaridan yo tashqaridan qarasangiz, uyni ichi ko'rinadi, yo'qsa uyni ichidan tashqari ko'rinadi. Endi issiqlik ushlamaydi deganda, misol uchun ko'pchilik qo'shni taraflarini umuman suvoq qilmaydi, g'isht holatda qo'yilib qo'yadi. Vaholanki, masalan, uyni ichkarisidagi 1 santimetr suvoq yo bo'lmasa aboy shpagovka qilasizlar, ana shu uy issiqlik ushlaydi-da, qayta ular ushlamaydi. Sababi qishni kunida sovuq, ana shu teshiklardan to'g'ri kirib kelib, shu mana shu devorda qatlamini mana shu joyda uchrashadi-da va mana shu joyda ko'p o'ta sovuq bo'lgan paytlari ba'zi bir uylarga kirsangiz, o't yoqsa, masalan, issiq bo'lsa, mana shu joylarda aboylar tellab qoladi. Ana shu issiq sovuq urushgan joyda paydo bo'ladi. O'zimning tavsiyam, misol uchun, hech bo'lmaganda qo'shni taraflarni oddiy loy suvoqda bo'lsa ham suvoq qilib qo'yganinglar afzal. Qaranglar, bizda bu polniy shofda ishlangani uchun g'ishtlarimiz ham termo, hammasi zo'r, sifatli. Bu kamdan kam uradi bu polniy shofda. Sababi ko'p ustalar erinadi. Lutchi misol uchun bitta g'ishtning o'rniga 3 ta g'isht urishadi, misol loyda urilsa. Shunda ham farq qiladi. Masalan, narx-navosidan hozir biz bolalar, Xudoga shukr, yaxshi daromad qilishadi. Daromadda bolalarni o'zidan alohida intervyu qilamiz. Xudo xolasa kuzlarga yaqin, qani bir sezon ishlab ko'rsin, alohida hamma bolalardan obzor qilamiz.
Bu uyimizda ham bir qisman obzor qiladigan bo'lsak, bu uyimizdan shunday kirish koridor. Kirganimizda o'ng qo'lda bitta spalni joylashgan. Bu yoqda ham bitta spalni. Bu yoqda bitta общий sanuzel. Juda ham bir minimalizmda shu ko'proq biz yozda salqin, qishda issiq shularga ahamiyat berganmiz. Bu общий sanuzel. Sanuzelda yonida bitta detskiy joylashgan. Detskiga ham ikkita kravat qo'ysa bo'ladi. Mana ikkita kravat. Xullas kalom kushnasi bilan 5 xonali. Xohlasanglar bu proyekt zakaz qiladigan bo'lsanglar, men yerdan uydagilar ochib bera olinglar degan. Misol uchun mehmonlar kelsa, tashqaridan ham foto qilib berganmiz. Tashqaridan kuzatib olish imkoniyati ham bor. Ichkaridan ham. Va uyning egalari kuxnyani mana bu joyga siljitib bering degan. O'zingizlarning talab va istaklariga qarab biz o'zgartirib bera olamiz. Bu kuxnya mehmonlarga ham shunday uzatgani yaxshi va uyning egasi xudo xolasa mana shu joy tarafga zimniy letniy kuxnyani davom ettiraman degan, stiklanniy degan bir ajoyib bir zimniy sat qilaman degan. Yevropada ko'p ishlangani uchun hozir uyni oldilariga 50 ga yaqin beryoza ham ekilgan. Bir ajoyib atmosfera beradi, xudo xolasa kattashib yuqori bo'lsa, o'ssa. Xo'p, endi bu yoqqa mana utilitetlarimizga qaraydigan bo'lsak, mana o'zi bazalt, benzazor, tashqi fasad. Yaxshi chiqyapti mana shu holatda. Mana shu holatda qaraydigan bo'lsak, albatta juda ko'p savollar tushyapti. Benzazor shartmi deydi. Benzazor albatta shart. Agar benzazor qilinmasa, o'zini ketma-ketligida o'ta sof -10 dan pastlab ketsa, yana ham -20 gradus, -25 gradusgacha ham sovuq bo'ladi O'zbekiston sharoitida. Ana shu holatda tashqi sovuq havo bilan ichkaridagi issiq baribir uchrashganda kondensat paydo bo'ladi. Vaholanki bizni bazaltimiz o'zini nam bo'lib turib, o'zini xususiyatini yo'qotadi. Yo'qotgandan keyin mog'orlash paydo bo'ladi. Endi bizning holatda hamma narsa oldini olib ketilgan. Mana tashqi fasadga chiqing, hozir ko'rsataman. Operatorimiz hozir unday qilib ko'rsatadi. Mana shu tashqi fasadlarimizga har 120 santimetrdan teshikchalar qo'yib ketganmiz. Havo aylanib, cherdakka chiqib ketishini ta'minlash uchun. Benzazorda va ko'pchilik aytadi, tepalari o'ta katta ochilib ketdi. Yo'q. Biz strapilarning uchini g'ishtdan 20 santimetr ko'tarib yopamiz. Ketdagi tunika fon aylantirganda Versace gul polностью bunday aylanishini inobatga olib shunaqa yopamiz. Xo'p, yana qanaqa ma'lumot berishim mumkin? Bu uyimizni o'sha uydagilar hamma narsasi ichida zakaz qilishgan. Uydagilar kelib faqat xabar olib turgan xolos. Uydagilar juda ham rozi bo'lib, Xudoga shukr, shu kungacha zakaz qilgan olgan uylarimizni uydagilarga 100% topshirib, qisqa fursatlarda tez sifatli topshirib kelyapmiz. Bu yoqda tushuning. Yana sizlarga ma'lumot tariqasida aytib o'tadigan bo'lsam, hozirgi 1 oy ichida nima ishlar qildik? Qashqadaryoda ikkita obyektimiz bugun 28 kun ikkita kottejimiz 120 kvadratlik tomga tayyor bo'lyapti. Bugun erta tugatishadi bolalar. Qashqadaryoda. Toshkentda ish boshlaganmiz. Xudo xolasa, Toshkentda Sergelida boshlaganmiz. Qo'yliqda, Sergeli tumaniga qaraydi. Keyin o'zimiz Andijonda, Namanganda qurdik. Xullas kalom 1 oyda 4 tadan 6 ta, 7 tagacha obyektni qurib topshirishga imkoniyatimiz bor. Undan u yog'i sekin-sekin o'chirish sistemida qilganmiz. Misol uchun, sizlar proyektni jo'natsanglar, hisob-kitob qilib beramiz. Ma'qul kelib qolsa, qachon ish boshlashini sizlarga aniqini aytamiz. Ko'pchilik aytadi, qanaqa qilib boshqarasiz deb. Biz bu yerda kattagina jamoa boshqaramiz. Har kuni foto, video отчет qilib turishadi menga asosan. Materiallar bilan boshqa odam shug'ullanadi. Ustalarni ham eng professionallari ishlaydi. Sababi bu g'ishtlarimizni oddiy loyda urib yurgan ustakalarimiz terisha olmaydi. Albatta Rossiyada ishlagan, oblisovka
fasad g'ishtlarini ishlagan bolalar jamoamga to'plaganman. Qunt bilan hapsala qilib ishlashadi. Misol uchun har bitta detal mana g'ishtlarimizni ko'rib turibsizlar. Просто ideal. O'zbekistonda bizni bunday qilib aytganda qo'rqmay ayta olishim mumkin. Hozirgi kunda bizning konkurentimiz yo'q. Qurilish bo'yicha, oddiy qurilish bo'yicha juda ham ko'p. Lekin ko'pchilik yana aytib o'tib ketaman. $165 ko'pchilik baland deyapti, adashasizlar. Oddiy qurilish qilsanglar 140 dan 150 gacha deb hozirgi kunda biz ham qurib beramiz, bizga выгодно. Endi $130 bilan $140lik qurilish ham qilib berishimiz mumkin. Bu g'ishtni polniy shof bilan qum sementi yo loyda urilishidan farq qiladi. Kimdan kim narxini misol tushib bering desa, biz ham ish jarayonlarini, lekin konstruktiv reshenasi, fundamentlar o'zgarmaydi. Faqat g'isht terishi farq qiladi. Местный g'isht bilan Toshkent g'ishtini o'ylab ko'ramiz. Kimdan kim misol uchun narxlarimiz qimmat desa, местный g'ishtlar ham ishlatib berishimiz mumkin, lekin tashqi fasad, boshqa narsalarga biz javob bera olmaymiz. Lekin bu g'ishtlarimiz ham misol uchun sho'rlamaydi deb ayta olmaymiz, lekin men praktikamdan o'tkazganman. Vaqt o'tgan sari yana ham ochilib bir noodatiy tashqi fasad ko'rinishini keladi. Yana bir zo'r tarafi bu uylarimizni tashqi fasaddan keyin sirazi ichki remontlarini boshlash imkoniyati bo'ladi. Tashqi fasad shunday qolsa ham yillar davomida necha yil xohlasangiz shuncha xizmat qiladi. O'zingizlar uchun yashanglar, birov uchun emas. To'y to'pir uchun emas. Katta uy qurmanglar. O'zingizlarga, mablag'inglarga yetadigan ixcham, yozda salqin, qishda issiq, ichida qulayliklari bo'lsin, maza qilib yashanglar, umr tezlashib ketgan. Xo'p. Operatorimizdan savollar bormi bizga? Yana bir siz o'ylab tursangiz, hozir 2026-yildan уже qurilishlarimizga albatta proyekt chizilishi kerak. Tuman arxitekturasidan yo shahar arxitekturasidan ruxsatnoma olgan bo'lishinglar kerak. Keyin qurilish qilsanglar, ertaga kadastr qilmoqchi bo'lsanglar oson bo'ladi. Biz ham buni organizovat qilib bera olamiz, lekin ko'proq uyni egalari qilgani yaxshi. Sababi bizda ariza topshirishga boshqaga dopuskimiz yo'q. Lekin agar bizni proyektlar tushib qolsa, harakat qilamiz. O'zimiz Andijonda bo'lsa, ariza yozib, sizlarga ruxsatnoma olib berishga. Boshqa tumanlarda, boshqa shaharlarda bu shu proyektda biz misol uchun ishlashimiz mumkin, lekin tasdiqlatishini o'zingizlar tuman arxitektoriga borib, sababi uy uchastkamiz sizlarning nomingizlarda o'zingizlar ariza qilsanglar, bu yana ham ishonchliroq, sifatli bo'ladi. Lekin biz ham har taraflama harakat qilamiz. Proyektga keladigan bo'lsak, agar proyekt masalasi haqiqatan proyektlar, uchastkalar bizni proyektlar tushmasa, onlayn 3 ta arxitektor bilan ishlayman. Bemalol chizib, hamkorlikda ishlashimiz mumkin. Hozirgi kunda ta'lim moment bir 6-7 ga yaqin obyektimizda qurilish ishlari ketyapti. Qisman yana obzor qilib qo'yib borishga harakat qilaman. Albatta Instagram, Telegram kanalimga o'tib podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar, ko'proq ma'lumot olish imkoniyati bo'ladi. Misol uchun ko'pchilik zakaz qilishadi. Hamma xohlab turgan tez sifatli uy. Lekin qisman sabr qilsangiz, mana biz sabr qilib kutayotgan klientlarimizni qurilishini boshlab qolsak, sirazi tez sifatli topshiryapmiz. Lekin qayerda zakaz chiqsa, olib bunaqa qilib ketish mening imkoniyatim yo'q. Misol uchun olindim, tez operativ sifatli topshirishga harakat qilyapman. Shuni ham inobatga olasizlar. Plus taraflari juda ham ko'p. Ventilyatsiya, har bitta xonaga ventilyatsiya qo'yib ketamiz. Sifatli tomlarga ham hammasiga sasni ishlatamiz. Faqat yetim xori bilan katta xorilarga terek ishlatamiz. Ular ham toza, tez, sifatli. Gidroizolyatsiya ishlariga ham juda ko'p ahamiyat berganmiz va Asakada ham katta loyiha boshlaganmiz. 500 kvadratli, 3 etajli. Ularni ham mana shu podvaldan sekin chiqib ketyapmiz. Xudo xolasa vaqt bo'lganda uni ham videoga olib yoritishga harakat qilaman.
Rossiyada ham qurilishlarimiz ketyapti. Video roliklarni agar topa olsam, ularni ham qo'yib qo'yamiz. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Orzuyingizning uyini Jasurbek Stroy bilan quringlar. Energiya tejamkor, yozi salqin, qishda issiq. Sog' bo'linglar.